Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Navbatdagi obyektimiz ham xudo xolisa yakunlab oldik. Bu obyektimiz Andijon shahrida bo'lib turibdi. Birma-bir tanishtirib o'tamiz. Birinchi o'rinda razmeri, xonamizning razmeri birov eniga bunaqasiga 1.50 ga, bu tomoni 1.90 bo'libdi. Bu yer razdevalka. Bu yerga bitta rakvina o'rnagan. Ko'rib turganlaridek. Bu yerga bitta stralniy mashina, kir mashina, avtomat kir mashina o'rnatildi. Bu yerga oyna, bu yerga shit. Elektr shitlarimiz mana har bitta точкаga отдельный tortilgan, безопасный bo'lish uchun uzuv avtomatlari o'rnatildi, xudo xolisa. Devorlarimiz полный dekorativniy paneldan bo'ldi. Обязательно shumka qilingan, ichkarilar mini vata bilan полный shumka bo'lgan. Dekorativniy panel bo'ldi. Patologimiz esa dekor plus. Bitta lampa qo'yildi mana. Dekor plus bo'ldi. Bu yerga esa bitta vishelka qo'yib ketdik. Kiyim-kechak ilish uchun. Eshikdan kirganda chap o'ng tomonda to'pli pol ko'rasiz o'rnagan. Bu yerimiz hammomimiz to'pli pol da isiydigan bo'ldi. Kafellarimiz 60 ga 60 matli kafellar mana ko'rib turganlaringlardek. Mana 60 ga 60 matli kafellardan bo'lgan. Bu tomonga o'tsak, bu yerda razdevalka bo'lgandan keyin ichkarida dushovoy zonamiz. Bu yerdan kulchatir ikkitalik qo'yildi. Bittasi svetga, bittasi vitishka havo so'rish uchun vitishkaga qo'yilgan. Buni ham kafelar xuddi shunday. Ukloni полный bu tomonga bo'lgan. Buni razmeri 1.20 ga, eniga 1.20, uzunligi 1.90 narigindek. Ichkarilarda olib ko'rsatsak, bu yerga bitta vitishka, aytib o'tganimizdek bitta vitishka qo'yildik. Buni ham devor patologiya dekor plus bitta lampa qo'yilgan. Bu yerga sovun, shampun qo'yish uchun polga qo'yib ketdik. Bu yerga dushovoy simesidir. Bu yerga esa 60 santimetrlik trapdan qo'yilgan. Bu tomonga uklon bo'lgan. 60 santimetrlik trap. Yana nimasi qoldi? Bu tomonda bitta 70 ga 1.90 lik eshik qo'yilib ketgan. Misol uchun dushda kimdir yuvini bo'lsa, bu tomonda razdevalkada o'z ishini, misol kir yuvadigan bo'lsa, misol rakvinada soqol-poqol oladigan bo'lsa, o'zini ishini qilib ketaveradi. Bu yoqdagilarga xalaqit bermaydi. Отдельный qilib bo'g'ib qo'ydik. Xuddi shunday qilib перегородка bilan bu tomonimiz gilamli. Xuddi bu tomondan kiradi. Bu eshik ham xuddi shunday 70 ga 1.90 lik eshigi bo'lib turibdi. Xudo xolasa xuddi shunday bo'ldi. Xizmatlarimiz respublika bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursanglar, like bosib kanalimizga obuna bo'lib, bundan-da yaxshiroq kontentlar qilib, barcha ishlarimizni YouTube kanalimizga qo'yib boramiz. Bu tomonda misol rakvina bu yerga aytib o'tmoqmiz. Mana bu yerga sovun qo'yadigan, mana bu razvedka, bu oynani yopishtirganimiz uchun, ushlash uchun qo'yib qo'yganmiz buni. Bu yerda razvedka, soch-poch quritish uchun. Bu yerda kir mashina uchun razvedka. Har tomonga qo'l bet sochiq yilish uchun ko'lsa qo'yib ketdik. Xullas xuddi shunday bo'lib turibdi. Xudo xolasa bizni ozginagina mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, bizga podpishka berib tursanglar, xudo xolasa har bitta ishimizni etap-metap ko'rsatib boramiz. Keyingi hozir bundan keyingi xona ham bor. Bu yer hojatxona bo'lgan. Hojatxonani ham hozir ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Mana bu yer hojatxona bo'lib turibdi. Hozirgi dushdi. Bu tomoni hojatxona bo'lib turibdi. Bu hojatxonamizning razmerlari 1.40 ga, eniga 1.40. Bu tomoni 2.70 shunaqa bo'lib turibdi. Bu yerga mana eshikdan kirganda chap tomonda tahorat olish uchun joy qo'yilgan. Mana 60 santimetrlik trap, tahorat oladigan joyimizning razmeri 60 ga 40. Mana bu yerga xudo xolasa mana dushovoy simesidir qo'ygan. Naporlarni ko'rib turibsizlar. Ajoyib holatda.
Bu yerga sovun qo'yadigan, bu yerga oyoq sochiq ilish uchun ko'lsa qo'yib ketdik. Bu yerda esa kulchatirimiz xonani svetini o'chirib yoqish uchun, bu yerga havo almashtirish uchun portishga qo'yilgan mana. 50 ga 50 portishga qo'yilgan. Bu tomonga o'tadigan bo'lsak, unitaz, quyma unitaz, Koko firmalaridan olingan. Unitazimiz ham mana qopoqlari mana o'zi tushib ketmaydi. Xudo xolasa mana vakuumli tarqatib tushib ketmaydi. O'zi astalik bilan yopiladi. Mana yuvishlarini ham ko'rib turibsizlar. Har tomonlama yuvadi. Yaxshi, ajoyib holatda. Bu yerga esa mana Ariston polvon firmasidan olingan bo'lgan. Ariston 50 talik Ariston qo'yib ketdik. Aristonga beka razvedka bitta. Bu yerda devorlari polni dekor plasdan bo'lgan. Polni ko'rib turganlardek polni dekor plas. Обязательно shumka qilingan, mini vatalar polni qilingan. Bu yerga ham polni dekor plas bo'lgan. Patolog ham xuddi shunday dekor plas bo'lgan. Bu yerga vishelka qo'yib ketdik, kichkinasidan, misol kerak bo'lgan paytda foydalanish uchun. Eshiklarimiz ham razmeri xuddi shunday 70 ga 1.90 lik eshiklar qo'yildi. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turinglar. Har bitta ishimizni etap-etap qo'yib, kimga qanday maslahatlar kerak bo'lsa, kim qanday shunday hammomlar qildirmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, biror narsa so'ramoqchi bo'lsangiz, so'rab, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar qoladi. Xudo xolasa har bittanglarga javob berishga harakat qilamiz. Xizmatlarimiz polni respublika bo'ylab bemalol aloqaga chiqaveringlar. Kelishgan holatda borib ishlaringlar. Xudo xolasa shunday kimga shunday hammomlar kerak bo'lsa, qilib chiroyli holatda qilib yetkazib beraveramiz Xudo xolasa. Bizni kuzatib turganlar uchun rahmat. Hammaga qo'llab-quvvatlab turinglar, poddeshkada bo'linglar. Xudo xolasa bundan keyingi videolarimizni ham qo'ldan kelgancha olib ko'rsatishga harakat qilamiz.